Men 72 ball qo'ydim. Rahmat ustoz. Menda 71 ball. Rahmat. 71 71 umumiy baho 71.3. O'zbek adabiyotining zabardast vakillaridan biri O'zbekiston xalq yozuvchisi Shukurxon Mirzayev 1940-yil Surxondaryoning Boysun tumanida tavallud topadi. Shukurxon Mirzayev o'sha maktabda o'qib yurgan yillaridayoq o'zi adabiyot olamiga begona emasdi. Shukurxon Mirzayev maktabni va oliygohini tamomlagach, ayni o'sha yillarda uning ijodi boshlanadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Shukurxon Mirzayevning juda ko'plab asarlari bor. Uning yozgan romanlari Ola bo'ji, Dinozavr, Ziyofat piyesasi, mana shu kabi asarlari mavjud va u Ziyofat piyesasida Shukurxon Mirzayev o'zbek xotin-qizlarining ayni o'sha o'tgan asrlar mobaynida qanday nimalarni boshdan kechirgani, qanday qiyinchiliklar ko'rganini bayon etadi. Uning juda ko'plab hikoyalari ham bo'lib, Olis yulduzlar ostida, Cho'loq turna, Arpali qishlog'ida, Nasib etsa kabi hikoyalari mavjud va bu hikoyalarning har birida Shukurxon Mirzayev asosan o'zi tug'ilib o'sgan yurtini, o'sha o'zi tug'ilib o'sgan joylarini sevib qalamga oladi. Ayniqsa uning Cho'loq turna hikoyalar to'plamiga kirgan Termizga borgani haqida, u yerdagi o'sha qadimgi imoratlarni ko'rib, hayratlanganini yozganini ko'rib juda ham zavq bilan o'qiydi kitobxon. Shukurxon Mirzayevning Dinozavr romani ham mashhur hisoblanadi. Shukurxon Mirzayevning Nasib etsa hikoyasi ham o'ziga yarasha juda go'zal hikoya. Unda nasibning naqadar muhimligi, nasib bo'lsa hattoki nasib bo'lmasa oyog'ing ostidagini ham ola olmasliging haqida hikoya qilingan. Shukurxon Mirzayev yanglishmasam 2005-yilda vafot etgan.